Falakat kelin. Choydan keyin begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Onangni sakayko. Voy, ja issiq emas-ku. Daryodan oqib keladi. Marvarid. Voy. Su, qarash olayapti. Kelin. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Seni falokat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa falokat demang. Onangni sakayko. Ay, qo'lim. Ada bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz falokatmi deyman. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlaveradi. Hattoki oldingizdan o'tsa-hamchi falokat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim ko'p falokatli bu. Falakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jarayonni poylayman. Voy, bobolarim meni $300 oldi be. Voy, bittasi ikkitasi dovul qildim. Men chaqirdim onasi. Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizmayaptimi? Yo'q. Boshingiz yonyapti. Falokat. Duxovkani tepasi yoqmadi. Namuncha boshingiz qattiq patmisimi? Pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada, tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir falokatni boshlaydi. Bo'ldi. O'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qari, xotinim kelgan bo'lsa ham falokat bo'lmadi. Kelinimni falokat aribdi. Nega meni doim falokat deyverasiz? Tavba. Voy. Ada, falokat aribdi-ku buni qali. Voy, bunisi endi hetrik bo'ldi. Falakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demang mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. O'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymamidilar? Buni qilaman desam, buni qaqa qo'yishni bilmayman chiroyli. Keling adajon, men ishlab turaman chironi. Yo'q, keling, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Falokat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, urib qo'yganmi? Voy, kelin. Yaxshiyam shu shilem bor ekan. Falokat. Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yubar. Qabul bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, o'pkuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladi. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib shashlik yeysiz. Annam tortib qopti, dadam.
Olovlar hukmdori keldi. Bunga benzin setish kerak. Voy ada, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, bizni bormadi bolam. Kimni dabdala qilding? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqolmasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozganmasiz. Ko'rib turgan barcha tabichlar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tabchi kerigan olib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, aka va yiqitganlar hammasiga hisoblaydi, yechib oling. Vela ciao, Harakat kelin. sen sevasan. Qichqirib olgan balki bitta. Tushunmay, tavba. U falakat, bitta. Nimaga meni doim harakat deyapsiz? Bitta o'ptirganingda shu falakat bo'lmasdi. Ertalabdan bochim bor. Birinchisi. O'san juvan olib kelaring. Shu seningcha falakat chiqdi-da. Adajon, nima qilyapsiz? Sevara to'g'irlabmi? Ha? Adajon, o'san sizga javobida. Fatmi, unaqa. Aylantir. Vela ciao, Bir, ikki. Dubl qildi. Ikkita ustunni qo'yib navas qilamiz. Adam buni turmayapti-ku. Arqon bo'ylab nargi ustunga qotirib qo'ylaring. Kalla biram. Voy, qaysi falakat bog'lab qo'ydi buni? Bir, ikki, uch. Oh, uchtasi ag'anabdi. Hetrik, kech qolguncha poker qilaman. Tez so'ramasa chalab ketiz. Menga teg'iz olmading. Falakat. Bir, ikki, uch, to'rt. Oh, to'rtta poker qilib. Harakat kelin. Adasi, ne falakatga o'xshab meni oyog'imni tagida o'ralashib yotibsiz? Adajon, ne kaktus ushlab oldingiz? Qo'lingizni olib turing, suv quymaylik. Hozir chiqonlarni qiraman, shu pishloq bilan. Qayshahana bitta joyga qo'ymaysanlar. Voy qon. Adasi, pishloq yeyman demisizmi? O'zim berardim. Nega sichqonnikini oldingiz? To'xta bolam. Xotining o'tib ketsin. Bu biz bitta falakat bo'ladi. Voy, ikkita erkak kishi bitta qilmoshdan ko'tara olmadinglarmi? Tavba qildim. Kirboshdan sindirding. Mayli, o'zim zo'rini olib beraman. Ay, qaramaysanmi? Tushmaysizmi? Kelin, biz aqqa qolib keldik. Adajon, shunday saqachilar Nazarbek mostiga ketayotganingizda, chap qo'lingizda 9 etashkali uylarning birinchi qavatida diskont magazini bor. Bu yerda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Olg'a! Olg'a deyapti, ehtiyot bo'lish kerak. Adajon, esa kirmoshlarni qarang, qop-qora rangli 8,5 kilolik. LG bilasizmi, 12 oyga 799 mingdan. Aytganda Adajon, 12 oyga 289 mingdan ham kirmoshini olib ketsangiz bo'lar ekan. Mana qara, iPhone 17 Pro Max 256 taligi 12 oyga 2 million 199 ming so'm ekan. Eng muhimi, o'zim xohlagan ushbu rang ham bir xil narx ekan. Bolam, qara, Premier televizor 55 talik 12 oyga 399 ming. Olib bersalaring futbol ko'rardim bolam. Lekin dahshat ekan. Ada, bu aksiyalar 13-maydan 22-maygacha disko do'konlarining barcha filiallarida amal qiladi. Qoyil. O'la harakat.
Ada, uyning narsalarni sug'urta qilib qo'ymasak bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri bolam, birinchi bo'lib mani hayotimni sug'urta qilib ber bolam. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Malakat kelin. Ajiya, chet eldaligimda uylanib olibsan, kelinim o'zi yaxshimi? Keliningiz tillo, xotin tog'am keldilar. Assalomu alaykum tog'ajon. Ey tog'am, nima qilib qo'ydi tog'am? Malakat kelin. Tog'a endi 3 oy kanikul siznikida bo'laman. Barakalachi-ya. Kenayim qani ko'rmaydilar. Hozir ko'rasan. Ha, yo'q, his qilasan. Gilam to'g'irlab qo'yaveraman, kimdir shunaqa qilib yig'ib qo'yaveradi. Tavba qildim. Kim edi bu tog'a? Keling, his qildingmi? Gilam ustida nima bor edi? Jiyani ham palakat ekanda. Bir yoshni esa o'ylab yurma. Ketdi. Jiyani bor demaydi, uyatsizlar. O'tirolmas ekan. Siz nima qilib o'ynab yuribsiz? Ha tog'a siz ham yiqildingizmi? Qonim ochdi. Kenayim qattiq ekanlar ha. Kenay nima qilyapsiz? Mani shaptiring. Yana nima qildi? Mani shaptiring. Jiyaningiz ham shuni ushlab oluvdi. Dudirlar. Men tushmayaptimi? Tushmayaptimi? Bering, buni mana nima qiladi? Sen jinnimisan, xunaning qursin. Tur, tog'aga qara. Jiya, imkon bor uyga keta qolasanmi? Ketaman. Jiya, o'g'lim sog' salomatmi? O'g'lingizmi? Ha, mana soppasa o'tiribdi. Uyga kiring, tog'a. Yo, jiya, kelindan qo'rqaman. O'zinglar bu yoqqa chiqib ko'ringlar. Keliningiz uyda yo'q, qo'rqmay kiring, tog'aga. Assalomu alaykum tog'ajon. Jiya, kelin keldi. Xush kelibsiz tog'ajon.